Boylarning top 3 qonuni. Agar siz mana shu boyliklarni o'rganadigan bo'lsangiz, tezroq hayotingizda muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Birinchisi bu favqulodda jamg'arma bilan birgalikda imkoniyat jamg'armasini ham tashkil qilish. Warren Buffett tarixdagi eng katta naqd pullarni saqlash holatida turibdi hozir. Nimaga? Chunki unda imkoniyat kutadi. Agar juda ko'pchilik odamlarning hayotini o'rganadigan bo'lsak, ular bor imkoniyatni qo'ldan boy berishadi. Natijada bular butun umr mana shu imkoniyatlarni yana kutib yashashadi. Buning uchun sizda tayyor naqd pulda turish kerak, ya'ni imkoniyat paydo bo'lganda nimagadir sarmoya qilish. Krizis bu uchun eng zo'r davr hisoblanadi. Ikkinchi qonuni bu boylar tizim yaratishadi. Ular ko'proq ishlash emas, aqlliroq ishlash yo'lini tutishadi. Ular boshqalarning vaqtlarini sotib olish evaziga o'zlarining vaqtlarini tejaydi va natijada o'zlari ko'proq pul ishlab topadigan tizimlarga e'tibor qaratishadi. Ya'ni bizning vazifamiz ko'proq ishlash emas, tizim yaratib, mana shu tizimni boshqarish kerak. Uchinchi qoida bu inflyatsiyadan doim qochish. Ya'ni boylar doim o'zining aktivlarini, pullarini inflyatsiyadan olib qochadi. Siz oylik ishlayotgan bo'lsangiz, inflyatsiya sizni har kuni talaydi. Chunki inflyatsiya sizni oyligingizdan ko'ra 2-3 barobar tezroq oshadi. Oyligingiz yiliga 20% oshsa, inflyatsiya 40% ga oshadi. Va natijada siz doim bu yerda yutkazadigan odamga aylanasiz. Boylik sirlarini chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, men bu bo'yicha bepul darslik tayyorlab qo'ydim. Bepul darslikni qo'lga kiritish uchun esa kommentariyada plus qoldirish kifoya.